Hello everyone. Speakingda qiynalayotganingizni eshitdim. Va bugun kanalimizda yangi videolar ketma-ketligini boshlaymiz. Speaking with me. Bu videolar ketma-ketligi orqali speakingizni birgalikda oshiramiz. Bugungi Speaking with me videoyimiz movies mavzusida bo'ladi, ya'ni kinolar mavzusida. Biz kinolarni, asosiy turlarini ko'rib chiqamiz. Bu mavzuga oid bo'lgan bir nechta lug'atlarni o'rganamiz. Va siz bilan bu mavzuda suhbat quramiz. Let's go. Speak with me lug'atlardan boshlaymiz. Demak, birinchi lug'atimiz worth watching. Worth watching degani o'zbekchada ko'rishga arziydigan biror bir kinoni tasvirlashda ishlatsak bo'ladi va bu high level vocabulary hisoblanadi. Ya'ni IELTSda speaking bo'limida ishlatadigan bo'lsak, bizga balandroq ballni olishga yordam beradi. Xo'p, bu yerda ko'rib turibsiz, ikkita kino. Birinchi kino hamma bilsa kerak, bu Titanic kinosi. Ikkinchi kinomiz Harry Potter. Va bularni kino turi, ya'ni janri. Bizda Titanic drama shaklidagi janr bo'ladigan bo'lsa, Harry Potter fantasy, ya'ni fantastik kino hisoblanar ekan. Misol gaplarimizga o'tadigan bo'lsak, The Harry Potter series is all worth watching. I have seen it many times. Harry Potter qismlari hammasi ko'rishga arziydigan. Men uni juda ham ko'p marta ko'rganman. I have seen it many times. Okay? Do you think Titanic is worth watching? Titanic ko'rishga arzirli deb o'ylaysizmi? Do you think Titanic is worth watching? Worth watching bizda lug'atimizni mana shu ko'rinishda ishlatar ekanmiz. Let's move on to the next word. Keyingi so'zga o'tadigan bo'lsak, visuals. Visuals, ya'ni tasvirlar, bu so'zimiz ham kinolar mavzusida, movies mavzusida juda ham muhim so'zlardan sanaladi. Misollarimizga o'tadigan bo'lsak, the visuals in Avatar were so realistic that I felt like I was actually on another planet. Avatardagi tasvirlar judayam shunchalik real ediki, real hayotga yaqin ediki, men xuddiki o'zimni boshqa planetada tasavvur qildim. Boshqa planetada yurgandek tasavvur qildim. The visuals in Avatar were so realistic that I felt like I was actually on another planet. Bu yerda examplelarimizni o'qiganimizcha mana shu gapimizni, ovozimizni toniga ham e'tibor berishimiz kerak-da. Chunki endi agar siz IELTS speaking bo'limini topshirayotgan paytingizda sizni gapirish ovoz toningiz ham bu yerda baholanadi. O'shaning uchun bunga ham e'tibor berib. Misol uchun mana the visuals in Avatar were so realistic that I felt like I was actually on another planet. Mana shunaqa gapimizga moslab ovoz tonimizni o'zgartirishimiz kerak bo'lar ekan. Keyingisi, the visuals and the scale of the desert scenes in Dune are breathtaking. Bu yerda kinoyimizning nomi Dune degan kino ekan va bundagi ko'rinishlar, tasvirlar, cho'l tasvirlari, manzarasi juda ham breathtaking, ya'ni juda ham chiroyli edi. Okay, keyingisiga o'tamiz. Blockbuster. Blockbuster degani juda ham mashhur film. Bu yerda ikkita film rasmini qo'yganman, menimcha hamma bilsa kerak, bular real blockbusters, juda ham mashhur filmlar. Birinchisi bu yerda Avengers'da o'sha Endgame qismi va keyingisi Star Wars, ya'ni yulduzlar jangi bo'lar ekan. Avengers superhero janrida bo'ladigan bo'lsa, Star Wars space opera janrida. Misollarimizga o'tadigan bo'lsak, Avengers Endgame is a very famous blockbuster that many people watch multiple times. Avengers mana shu kinosi judayam mashhur blockbuster. Ya'ni we can say that like blockbuster o'zi aslida juda mashhur film degani, lekin uni oldidan yana bitta famous qo'yib ishlatsak bo'ladi. Bunda yanada kuchliroq urg'u bilan
ya'ni judayam mashhur degan ma'noda kelib chiqadi. Xo'p, keyingisi, the latest Star Wars movie was a huge blockbuster shown in all the big cinemas. Eng oxirgi, latest deganimizda eng oxirgi Yulduzlar jangi kinosi judayam katta, judayam massiv, mashhur film edi va u hamma dunyodagi hamma katta kinolarda, kinoteatrlarda qo'yildi. Okay, keyingi so'zimizga o'tamiz. Cast degani ham judayam bir kerakli so'zlarimizdan bittasi. Movie mavzusida gapirayotganimizda bu so'zni ham ishlatishimiz juda ham muhim. Bu aktyorlar jamoasini bildiradi. Ya'ni o'sha filmda o'ynagan aktyorlar jamoasini biz cast deb aytsak bo'ladi. The cast of The Godfather includes many famous actors. Okay? Cast ya'ni aktyorlar jamoasi, o'sha Godfather kinosini o'ynagan aktyorlar jamoasida deyapti. Juda ham ko'p mashhur aktyorlar bor edi. Many famous actors. The cast of Furious 7 includes so many A-list stars that it became very famous. A-list star degani bizada bu prosta mashhur aktyor degani, eng top darajadagi aktyor. A-list stars. Yulduzlar. Xo'p, Furious 7da mana shunaqa top darajadagi aktyorlar bor edi va mana shuning uchun ham u juda ham mashhur bo'lib ketdi. That it became very, very famous. Okay? So let's go. I think the last one is here. Box office hit. Box office hit bizada o'zbekchaga to'g'ridan-to'g'ri tarjima qila olmaymiz. O'zbekchada eng ko'p daromad keltirgan film degan birikmaga to'g'ri keladi. Biror bir film chiqadi va uni kinoteatrlarda juda ham ko'p qo'yishadi va odamlar juda ham ko'p borishadi. Mana shunaqa holatda u juda ham ko'p daromad keltiradi. Shunaqa filmlarni bizlar box office hit deb tasvirlasak bo'lar ekan. Zootopia 2 is the biggest box office hit ever seen in Uzbekistan cinemas. O'zbekiston kinoteatrlarida ko'rilgan eng katta, eng ko'p daromad keltirgan film bo'libdi Zootopia 2. Bu fakt. Ya'ni 2025-yilda juda ham ko'p odam kinoteatrlarga borib, imni o'sha kinoni ko'rishgan. Multfilmni ko'rishgan. Barbie was a major box office hit that earned more than $1 billion. Barbie kinosi milliard dollardan ko'p daromad keltirgan va o'shaning uchun ham uni box office hit deb tasvirlaymiz. Barbie was a major box office hit. Shunday qilib, movies mavzusiga oid eng kerakli so'zlarimizdan bir nechtasini ko'rib o'tdik. Endi esa let's talk. Videomizni bu qismini dialog shaklida o'tkazamiz. Ya'ni o'sha biz hozir o'rgangan so'zlarimiz qatnashgan va movies mavzusida eng ko'p beriladigan savollardan tashkil topgan bizada bir dialogimiz bor. Siz va men birgalikda o'shani o'qiymiz. Ya'ni qizil yozuvda yozilgan gaplarni men o'qiyman, ko'k yozuvda yozilgan gaplarni esa siz o'qiysiz. Okay? Let's go. Hey, I watched a movie yesterday. I finally watched Interstellar. Even though it's not a new release, it was definitely worth watching. The visuals were incredible. I think they are essential. Usually films with famous actors are much more likely to be successful because an A-list actor brings in a bigger audience. True.
While dramas and comedies are the most popular kinds of movies in Uzbekistan, I've noticed that Japanese animated films have become so popular recently as well. They are highly recommended by almost everyone I knew. I try to be objective and not rely on them too much. It also makes me think about the business side. For example, do you think actors should be paid more, especially those in a supporting role who do a lot of the work? Agar dialogni men bilan birga tugatgan bo'lsangiz, good job everyone. Those claps are for you. So thank you all for watching this video. Umid qilamanki keyingi videolarimizni ham qo'llab-quvvatlaysiz. Agar video yoqqan bo'lsa va nimadir o'rgangan bo'lsangiz, like tugmasini bosing, menga obuna bo'ling va videoni do'stlaringiz bilan ulashing. Again, thank you all. Bye bye.